Assalomu alaykum hurmatli Uzagro kanali obunachilari. Bugun 11-fevralda ekkan ekvator bodringlarimiz terimga yaqinlashdi. Bugun Xudo xohlasa birinchi terimni qilamiz. Holatlari. Hozirgi holatlari mana shunaqa. Hosilga endi kirib qoldi. Ro'ppa-ro'sa 11-fevralda ekilgan bo'lsa 11-martda 28 kun va bugun 18-mart 35-36 kunlik bodring bo'libdi. 36 kunda hosil berish jarayoniga kirdi. Mana birinchi hosillari ekvatorni sal kichikroq bo'ladi. Terib olish kerak uni. Keyingi hosillari 12-14 cm gacha standart kattalikda bo'ladi. Hozir video davomida ekishdan boshlab to katta qilgangacha bo'lgan har 10 kunlikdagi holatini sizlarga tanishtirib o'taman. Videoni tomosha qilib boring. Assalomu alaykum hurmatli Uzagro kanali obunachilari. Bugun biz issiqxonamizga yangi metodda o'simlik ekishni rejalashtirdik. Bu metodni o'tgan yil ham o'zbekcha gidroponika deb qopda va kokosda sinab ko'rganmiz. Kokosda ham yaxshi natija bergan. Shuni hisobiga hozir bu yerda kokosda sinab ko'ramiz. Birinchi navbatda pushta ko'tarma pushta qildikda o'rtasini yorib kokoslarni yer barobar ko'mib chiqdik. Mana shu holatda mana yer bilan tekis qilib. Sababi oftob nurlari kokosni qizdirgan payt yer himoya qilib turadi. O'rtasidan keyin tomchilab sug'orishini chetlarini yirtib o'tkazdik. Shunday bir tekisda xuddi yerda qana ekiladi, shunday o'tib ketdi. Kokoslar taytishilgan rabochiy kokoslar bular. Gidroponikalardan chiqqan rabochiy kokoslar. Holati yaxshi, 1 yil ishlagan. Mana shunday qilib chiqdik. Bu yer Tayvanda betis ekilgan parnik. Bizda jami 29 ta prolyot bor. 29 ta prolyotimizdan mana shu yerda 3 ta prolyotimiz yeri mexanik og'ir. Sababi avvallab yo'qda ko'l bo'lgan. Ko'lning ustiga tuproq keltirib bo'shatib, bu yerni sun'iy yer qilganlar. Shu uchun mexanik og'ir, o'simlik unishi qiyin. Unmaydi desak ham bo'ladi. Ekilgan pomidorlar Tayvan bo'lishiga qaramasdan barchasi mana shu holatga kelib qoldi. Mana juda ham nimjon, kasallikka chalinuvchi ham buttaga aylanib qoldi. Bu hammasi yerning holati yomonligidan. Lekin mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu yoqqa kelsak, shu mana bir prolyotdan mana kelsak, mana bu yerdagi pomidorlarda u holat yo'q. Endi 1,5 bor, lekin asosiy qismi mana shunday zo'r gullab, mana kasallik yo'q, barglari yosh chiroyli turibdi. Lekin mana shu 3 prolyot, даже 4 dedi, lekin birisini qoldirdik. 3 prolyot mana shunaqa og'ir ahvolda bo'lgani uchun payvandligiga ham qaramasdan kasalliklar ildiziga o'sishga to'sqinlik qilgani uchun chidab bera olmagani uchun bu yerga kokosda ekishni rejalashtirdik. Bu ham bir usul hisoblanadi. O'tgan yil sinab ko'rganmiz, eng yomon joylarda yaxshi natija bergandi. Bu yil ham endi Xudo xohlasa yaxshi natija beradi degan umiddamiz. Xo'sh, bunga ish jarayoni qanday bo'lyapti? Ko'mib chiqdik. Mana bu biagomiz. Mana kokoslarimizni pH neytrallangan suv bilan yuvib chiqyapmiz. Ustidan keyin biagomiz solib chiqyapmiz. Mana biagomiz solib chiqyapmiz. Ustidan kokos ustidan yuvilgan, kokoslar ustidan neytralni suv bilan yuvilgan, pH'lari to'g'rilab. Uni ustidan
Mana bunaqa qilib plyonka tortamiz. Biogomuz tashalgandan keyin o'rtasi mana shunaqa yorib ekiladi. Ekilgandan keyin tomir yurg'izuvchi bilan namlanadi va ustidan yana biogomuz bilan tekislab mana shu yerga qo'yiladi. Ekish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, kokos rejamizni ekish qismiga keldik. Bodringlarimizni o'rnatib chiqamiz. Plyonkani mana shunaqa qilib bostirib chiqdik va o'rtasini teshib bodringlarni o'rnatamiz. O'rnatilgan bodringlarga o'zimizni ildiz yurg'izuvchi retseptimizdan quyib chiqamiz. Buni tarkibi 1 tonna suvga 5 pachka pastali fitosporin, unga 1 kilogramm yashil gel 15-65-15 geldan va 1 litr Humix dorilardan qo'shib har bir ko'chatga 1 stakanchadan quyib chiqdik. Stvoldan dori salgina poyalarni uyib ketdi va endi bu ish qilingandan keyin ko'chatlarimiz tagini biogomuz bilan bostirib chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Biogomuz bilan bostirib chiqdik. Ko'chatlarimiz a'lo holatda. Xudo xohlasa bugun fitosporinli suv bilan atrobotka qildik. Keyingi ildiz yurg'izish ishlarida chamasi 5-6 kundan keyin trichodermali ozuqa bilan fungisid bilan ishlov beramiz. Biofungisid hammamiz yaxshi bilamiz. Organika F. Kokosda xudo xohlasa hech qanaqa bakterial zamburug'lik kasalliklar qolmaydi. O'simligimiz qiynalmasdan o'sadi degan umiddamiz. 11-fevralda ekilgan bodringlarimiz bugun ro'paraso 24 kunlik, 25 kunlik bo'la keldi. Bodringlarimizni hozirgi holati gullash jarayoni boshlandi. Ko'rishimiz mumkin. Gullash jarayoni yaxshigina boshlandi, lekin biz hozir buni gullarini 3 ta barg orasini tozalab tashlaymiz. Sababi bizga hali yana palagi baquvvatroq bo'lishi kerak. Palagi yoshiga nisbatan yaxshi o'sib ketyapti. Tengdoshlaridan, yerga ekilgan bodringlardan orqa qolgani yo'q, sezilgani ham yo'q. Barglarida ham ko'rishimiz mumkin, ozuqa yetishmovchiligi kuzatilgani yo'q. Biz bunda distir suvdan foydalanmayapmiz, o'zi artezan suvdan foydalanyapmiz. Sifati juda past bo'lsa ham, lekin xelat formadagi ozuqalardan ko'proq foydalanishga harakat qilyapmiz. O'simlikda ozuqa tanqisligi kuzatilmasligi uchun. Hozirgi holatlari qoniqarli darajada desa bo'ladi. Kokosda ekyapmiz. Hozirgi holatini ko'rib, ba'zilarda savol tug'ilishi mumkin. Yerda bundan ham zo'r bo'ladi. To'g'ri. Agar unumdor yer, yaxshi yer bo'lganda, bundan yaxshiroq natija ko'rsatardi, lekin yerni holatidan kelib chiqqanda bu biz uchun a'lo natija. Chunki yerimizni strukturasi yaxshi emas, mexanik tarkibi og'ir. Bu yerda agar yerda ekilganda bodring mana shu odam bo'yidan ham o'tmay, qachonlar o'sa olmay, nima desam bo'ladi, rivojlana olmay qolardi-da. Kokosda esa o'sish barqaror ketyapti. Bu usul aytib o'taman. Yaxshi bo'lmagan yerlar uchun, sho'r yerlar uchun, nematodasi bor yerlar uchun yoki qanday desam, bir o'simlik yetishtirishda qiynaladigan yerlar uchun chiqarilgan usul kokos tashlab ekilgan. Bunda ham hamma joy, ba'zi joylarda ba'zi nimjon ko'chatlar bor, yo'q emas, lekin asosan yaxshi holatda ketyapti. Mana mevalab уже hosilga kirgan. Ajoyib. Bu bodring ekilgan joydagi pomidorlarimiz payvandligiga qaramasdan rivojlana olmadi va stalbor kasalligiga chalindi. Har xil kasalliklarga chalindi. Mana ko'rishimiz mumkin.
holati. Mevasi yo'q. Chunki yer unumsiz. Yani yerimizning yaxshi joylari ham bor. Juda ham zo'r hosil berib, zo'r natija ko'rsatadigan, lekin imенно mana shu poligonimiz yaxshi emas bo'lgan yer. Yomon yer. Unumdorligi yo'q. Tuprog'i yaxshiga o'xshab ko'rinadi, lekin qandaydir o'simlik rivojlana olmaydi. Shuni hisobiga biz kokosdan foydalandik. Kokosni ustidan namlik qochmasligi uchun biogomuz bilan yopganmiz va yana qo'shimchasiga plyonka ham bor. Videolarimizni kuzatib boring. Bugun bodringlarni teram qildik. Mingta ko'chatdan 120 kilo teram bo'ldi. Mevalarni kichikroq bo'lsa ham birinchi terim uchun terdik. Palakka nagruska bo'lmasin deb. Hurmatli obunachilar, bodringlarimiz bugun terim jarayonini olib bordik. 1000 dona ko'chada ekilgan 120 kilo po'chenga terdik. Bunga hali yana 1-2 kun qo'ysak bo'lardi, lekin palakka hali nagruska bo'lmasin deb kamroq bo'lsa ham terib yubordik. Keyingi hosillari tezroq katta bo'ladi, sifatli bo'ladi. Birinchi hosilni o'sha uchun tezroq terib yubordik. Bodringlarimiz bu 120 lab bo'lib qoldi. Xo'sh, bodringlarimizga qanday oziqlantirdik? Gidroponika retsept asosida oziqlantirildi. Sostavni aytib o'taman. Lekin gidroponika retsept bo'lganda ham boshlang'ich fazalarida fosforli o'g'itlar 3/20 NPKlardan foydalandik. Ora-orada oziqa yetishmovchiligiga qarab keyinchalik to'liq gidroponika retseptga o'tib ketdik va barglarda mana oziqa yetishmovchiligi belgilari umuman ko'rinmaydi. Xo'sh, retseptlarimiz qanday bo'ldi? Retseptlarimiz 1 tonna suvga 250-300 gram magniy sulfat, 650-700 gram kalsiy nitrat, 60-70 gram kaliy nitrat, 250 gram kaliy sulfat va 270-280 gram atrofida 0,52-34 1 tonna suvga qo'shib haftada 2 marta qo'lda quyib chiqdik buni. Sababi bu отдельный bo'lak emas, pomidor bilan qo'shilib ketgan. Pomidor oziqa yeganda buni krayniklarni ilib отдельный oziqlantirdik qo'lda ruchnoy. U 1 tonna suvga aytib o'tgan sostavimga har safar 100 gram, 1 tonnaga 100 gram tenza kokteyl mikroelementlar kompleksidan qo'shib bordik va 300 gramdan 500 gramgacha N-Rival ildiz yurg'izuvchi biostimulyatordan 2 martaga 1 marta qo'shib yubordik. Masalan, haftada 1 marta yo 10 kunda 1 marta ildiz yurg'izuvchi stimulyatordan foydalanildi. Natijalari yaxshi. Xo'sh. Yana himoyaga kelsak, himoyada tripslardan, radiant bilan asradik, sheradan, tepikki asosli, fuldaksamil asosli preparatlardan foydalandik. Xo'sh, tomirlari yaxshi, tomirlari yerga o'tib qolgan anchasi, chunki tayi teshik yerga tegib turibdi. Lekin yerga o'tganda ham asosiy ildiz baribir kokosga aylanib yuribdi. Kokos gubka vazifasini bajarib, oziq moddalarni kokosdan beryapti. Kuniga 2-3 marta suv beramiz kapelnitsadan. Vaziyatga qarab, endi har doim bera olmaymiz. Bizda distir suv yo'q, ariq suvi va artezian suv. Artezian suvdan foydalanganimizda oziqa yetishmovchiliklari bilindi, chunki EC miqdori baland. pH'larni azotli kislota bilan tonnaga 100 gram qilib to'g'rilab bordik. Oziqlantirish mana shunday bo'lib bordi. Gidroponikada bilamiz, kuniga 5 marta, 6 marta oziqali suvdan ichadi, lekin bizaniki haftada 2 marta ichdi. Qolgan kunlar, qolgan paytlar quruq suv. Imkoniyatimiz shunga yetdi, lekin shunda ham Xudoga shukr, holati yomon emas. Holati qoniqarli.
gullash, hosil tugish hozircha zo'r ketyapti. Bodring kuydirish alomatlarini ko'rmadik hali. Hammasida meva ushlayapti. Terim bo'lyapti. Tez teramiz xudo xohlasa, mevalarni katta qilishda kamchilik bo'lmasligi uchun. Kokos proyektimiz boshdan oxirigacha videoda qo'yib keldik. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, Telegram guruhimiz bu. Silkasini pastda yozib qoldiramiz. Guruhimizga kirib, xohlagan savollaringizni bersangiz, to'liq javob berib olamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlanglar. Bizda yangi proyektlar bor. Xudo xohlasa ularni ketma-ketlikda ko'rsatib boramiz.